Bugungi obzorimizni taniqli aktrisa bilan obzor qilib ko'rsatamiz. Siz o'zingiz baho berasiz. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizlar? Ismlari Nargizaxon, taniqli aktrisa, ko'rgan bo'lishlaring kerak. Bu uyimiz 115 kvadratli Vegasavurda joylashgan. Mana shu uyda siz bitta obzor qilib ko'rsatsangiz, bizning obunachilar o'zlari baho bersa, nima deysiz? Bo'ladi. Bo'ldi. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, menga aytaverasiz. Tortinmasdan bitta zo'r obzor qilib berasiz. Ketdik, boshladik. Boshladim. Chestni otib kutinglar menda. Ketdik. Ketdi. Bu yerdan boshlaymiz. Xo'p. Eshikdan kirib kelish. Bu yerda sanuzil, shkarni. Juda ham zo'r qilingan Zo'r qilingan, ha. Bu Bu yerda oyna, ha, eshik tagida Mana bu joyda ayollarga mos kerak bo'ladigan narsa. Asosiy joy. Asosiy joy. Oynaga qarab, o'zimizga qarab chiqib ketgani. Kirganda o'tirgan kimdir mehmon kelsa, marhamat deydigan joy ekanda. Televizor. Da. Men bularni endi ko'proq erkaklar tushunadi. Bu shpon, toza shpon. Endi emas. Uni ayollardan ko'ra ko'proq erkaklar tushunadi, chunki remontga ko'proq ahamiyat berishadi. Gilamlarimizni menimcha bilsangiz kerak. Turetskiy gilam. Va bizga eng kerakli joyi kuxnya, ayollar sevadigan joy. Hamma erkaklar yechadi. Faqat ayollar mana shu sevadi obzor qilamiz. Ovqat qilishni lekin yaxshi ko'rmaysizlar shekilli. Yo'q, nega yaxshi ko'ramiz, albatta. Bunaqa chiroyli kuxnyada ayniqsa yana ovqat qilsangiz qigiz kelaveradi. Bu joyga posudamolka ham qo'yganmiz. Qiynalmaysizlar. Hozirgi paytda ayollarga sharoit juda ham zo'r. Men bilan qarang tosh qilganmiz, ana pichoqda ham maza qilib to'g'risalar, bu narsa ham o'tib ketsa hech narsa qilmaydi. Bu yerda hamma apparaturalar Hoffman ekan. Hoffman. Bu yerda ham balkon ham bor, katta balkon ham bor. Ana zerikib qolganingizni ochib qo'yib, toza havodan. Toza havodan nafas olsa bo'ladi. 6 ta odam bemalol ovqatlanib, maroqli dam olib, ko'ylar ichib o'tirsa bo'ladi. Keldik boshqa xonasiga o'tamiz endi. Endi bu yoqda ko'ringlar-chi. Bu yerda spalni. Bu yoqda spalni ekan. Da. Endi buni lustrasini qarang zo'rligini. Takoya boshqacha. Rosa chiroyli. Neobычный. Konditsioner, hamma narsa bor ekan uyda, qarang. Shundoq kirib yashasa bo'ldi. Faqat klientlarimiz kelish uchun ulardan nima talab qilinadi? Faqatgina pul bo'lsa bo'ldi. Televizorlari ham bor ekan spalnida. Mana bu shkaf bor, qarang. Oynali, vashti zo'r qilgan ekan. Patologgacha. Ayollarga qancha shkaf bo'lsa kam, qiladi, to'g'risi. Bu detskiy ekan. Ha, ikkitalik. Qarang, marhamat, ikkitalik deysiz. Ikkita farzandingiz bemalol chiqadi mana shu joyga. Ha? Patologga ancha baland qarang. Shu 20 lar ranglari ham chiroyli tanlangan ekan. Ranglar zo'r tanlangan. Endi bu master spalni. Bu master spalni. Spalni qarang, chetga. O'zini sanuzili bor. O'zini sanuzili bilan birga. Yosh kelin-kuyov bo'ladigan bo'lsa, bu joydan chiqmaydi. Mana o'zini sanuzili bor. Bemalol shu joyda cho'milib ishga ketsa bo'ladi. Bu yerda ham katta balkoni bor. Balkoni bor, Nargizaxon. Mana, ochib ko'rsatamiz. Katta balkon. Butun shahar ko'rinib turadi. Ko'rinib turadi, ochib. Mana gullar qo'yib qo'ysa bo'ladi, живой gullarni. Balkonlari ham katta ekan. Ha, вообще katta. Vegas Tower, закрытый двор. Kirdingiz, lobbilarni juda chiroyli, охранный двор. Подъемловlari bor, mashinangiz bo'lsa bemalol qiynalmaysiz. Xo'p, bu uyimiz sizga yoqdimi? Siz premyer mana shu uyimizni necha pul baholagan bo'lardingiz? Premyerni remont yoqdimi? Qanaqa remont? Zo'r qilingan. Sifatli remont, to'g'rimi? Sifatli. Ha, ranglari ham juda chiroyli tanlangan. Da. Uyimizni narxini men gaplashdim egalari bilan. 219 ming chiqaramiz deyaptilar. Agar realniy klient bo'lsa, kelishtirib beramiz deyaptilar. Kelishtirib beramiz. Nargizaxonga telefon qilsalaring, zo'r narxda olib berishadi bu uyni yoki menga telefon qilsangiz bo'ladi. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Xayr.